Assalomu alaykum. Hop, bizda geometrik masala. Quyidagi ma'lumotlar berilgan. BD masofamiz 2 ga teng, DY masofamiz ildizosi 5, AY masofamizni topishimiz kerak. Qo'shimcha ma'lumot A burchakning bisektrissiyasi bo'lib, AD xizmat qiladi. Demak, bu masalani ishlashimiz uchun nima kerak bo'ladi bizga? Bisektrissiya borligini biroz qaraymiz va bisektrissiya va qo'shimcha D nuqtaga borib, o'zaro 90 gradusda DY to'g'risi bilan kesishar ekan. Demak, shuni inobatga olib, mana bu AB tomonni davom ettiramiz. Xuddi shunday YD tomonni ham davom ettiramiz. Ana endi teng yo'lli uchburchakni yoki teng tomonli uchburchakni uchidan tushirilgan balandligi uni bisektrissiyasi va medianasi vazifasini bajaradi. Demak, bu asosdagi teng 2 bo'lish hisobiga DY masofamiz ildizosi 5 bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir DK masofamiz ham ildizosi 5 ga teng bo'ladi. Endi BK masofamizda bitta Pifagor teoremasi orqali topa olishingiz mumkin, chunki bu yoqda to'g'ri burchak uchburchak. BK ni kvadrati qo'shilgan BD, ya'ni 2 ning kvadrati teng bo'lyapti ildizosi 5 ning kvadratiga. Bu yoqda BK mizning qiymati 5 berilgan 4, demak 1 ga teng bo'lar ekan. 1. Endi bizda uchburchagimiz bor, to'g'ri burchakli uchburchak. Mana bu D burchagimiz 90 gradus ekan. 90 gradusimizda qo'shni burchak yana 90 bo'ladi. Demak, A D K burchagimiz o'zaro 90 to'g'ri burchakli uchburchak tashkil qilyapti. To'g'ri burchakli uchburchagimiz uchun agar 90 gradusdan chiqqan qanaqadir balandlik bor bo'lsa, u balandlik ajratgan kesimlar, misol uchun AB bo'ladigan bo'lsa, h kvadrat o'sha A ko'paygan B ga teng bo'ladi. Buni inobatga olib, bizda BD ning kvadrati teng bo'ladi BK ko'paytirilgan AB ga teng bo'ladi. Ya'ni 2 ning kvadrati teng bo'ladi 1 ko'paytirilgan AB ga yoki 4 teng AB ga. Demak, AB ning qiymati 4 bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, AK masofamiz 5 ga teng ekan. AK masofa esa o'z navbatida AY masofaga teng. Chunki mana bu uchburchakda buni o'z aksini topgan. Bundan kelib chiqadiki, bizga so'ralgan x qiymati 5 ga teng bo'lar ekan.